Hürmetli vatandaş, bugünkü vaziyetimiz Liksiye ve muhakemelerine başlayımız vatandaşım. Liksiyede sılgacı rozu. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslaq 2024 yıl 4. ayının 15. günü haftaga düşenbe vatandaş. Bugünkü vaziyette tüpki vakalar mesela Amerika Qo'shma Shtatlarının Asya ve Şarkı Asya Tinch okean işleri bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Kritenberg bugundan boshlab Jungoga ziyoratini boshlaydi. 2 kunlik ziyoratini boshlaydi. Bu bir xabar vaziyati do'stim. Endi yana bir xabar hozir jonlining nazarida nima deydi desangiz, jonlining nazarida hozir Iordaniyaning malikasi harbiy aeroplan haydab chiqib, Iranning odamsiz aeroplaniga qarshi uchdi. Ikkinchi bo'lib Saudiya, Arabiston, shundoqla Arab Birlashma Xalqligi Isroiliyaning maydonida turib, İranning hujumiga qarshi urushga qatnashdi. Bu ikki voqea. Onda uchinchisi, ya'ni shu jonlining nazarida yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo rahbarligi, ya'ni Jungo kompartiyasi katta boshlarining chiriklashish ahvolini e'lon qildi deydi. Biz bu xabarga asosan shundoq mazmun, shundoq konkret mazmundan Amerika Qo'shma Shtatlarida burunroq e'lon qilinishini ko'zimiz bilan kutamiz vatandosh. Xabarning o'ziga qarab baqing, mana hozir birinchi Osiyo Tinch okeani vaziyati bargan sari jiddiylashmoqda. Tayvan muhimning ishidagi muhim rayon bo'lib qoldi. Asya Tinch okean to'ri bargan sari mukammallashdi. Okos, Yaponiya, Filipin, Jungoni qorishib, Tayvanni qo'g'daydi. Mingjiang 4. ayning 15. kuni YouTube yangi tanliqlar televiziyasi. Iordaniya malikasining aeroplan haydab Ironga qarshi osmonga ko'tarilganligini hozir sizlarga so'zildik. Endilikda jonlining nazariyana yoki yuymoqchi bu yangi tanliqlar televiziyasi Amerikaning Tayvanni e'tirof qilishi hozir dal vaqtida. Ya'ni Amerika Tayvanning mustaqil davlatga o'rnini e'tirof qilmoqchi bo'lsa, balki bu vaqt hozir dal vaqtidir. 4. ayning 10. kuni nima degan toq Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Tayvanning mustaqil davlatlik o'rnini e'tirof qilishi kerak degan edi vatandosh. Hozir yuymoqchi kim? Yuymoqchi dal shu vaqtida, ya'ni sobiq prezident Trump davrida Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasida maslahatchi bo'lib ishlagan odam. Yuymoqchi deydi bugun, agar Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanning mustaqil davlatlik o'rnini e'tirof qiladigan bo'lsa, vaqt dal mushu vaqtdir. Men buni qo'shimcha shuni dey, o'zimning ko'z qarashi shaklida vatandosh Amerika Qo'shma Shtatlari haqiqatan Tayvanning mustaqil davlatlik o'rnini e'tirof qilish kerak bo'lsa, kerak. Men birinchi bo'lib shuni aytaman, e'tirof qilishi kerak. Men bu nuqtada sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeoni qo'llayman. Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanning mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilishi kerak. Bu dal vaqtida, hozir vaqt dal shu vaqtda. Men ya'ni shuni deymanki, gelchi gapim ham bo'lsin, pishmagan bo'lsin, agar mushu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari
Büyük Prezident Joe Biden rehberligideki Amerika hükümeti Tayvan'ın müstakil devletlik ornunu itiraf kılmay vakit yani ötüp geçse bundan keyinki Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan siyasetine hiç qanday ahmiyeti bo'lmaydi. Men Yemoqchi apandini qo'llayman bu nuqtada. Shundaqda men sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo apandimni qo'llayman deb vaqt. Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanning mustaqil davlatlik o'rnini e'tirof qilishi lozim. Undan keyin boshqalar andan qatori buningga agishib yetib keladi. Mana bu bugungi vaziyatimiz. Undan keyin rasmiy vaziyatga o'tsak vatandoshim. Amerika, Filipin, Yaponiya 3 davlat yuqori darajaliklar yig'inidan keyin Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Kritenberg haftaning 1-kuni Jongoga ziyoratga boradi. Mavzuli xabar 4-oyning 14-kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi mundaq ko'rsatdi. Sharqiy Osiyo ishlari Ulug' okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Kritenberg haftaning 1-kunidan boshlab Jongoni ziyorat qildi. Bir necha kun burun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida, Filipinning prezidenti Marcos 3 davlat rahbarlari yuqori darajaliklar suhbati o'tkazdi. Bu suhbat jarayonida muhokama qilgan tubki masala Jungo Kompartiyasi hukumati va uning dengiz armiya qismlarining qistab kelishi, Filipin tarafga, Janubiy dengiz tarafga, Tayvan tarafga qistab kelishi muhim qiziq muhokama nuqtasi bo'lib muhokama qilindi vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasi 4-oyning 13-kuni bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Kritenberg 4-oyning 14-kunidan 16-kunigacha Jongoni ziyorat qiladi. Oqsaroy Davlat bexatarligi komitetining nupuzliq arbobi Sara Bram xonim ham bu qatam davlat yordamchi ishlar kotibi davlat mahkamasi yordamchi davlat ishlar kotibi Daniel Kritenberg bilan birlikda Beijingni ziyorat qildi. Bu 2 nafar davlat arbobi o'tgan yil 2023-yili 6-oyda mushundaq bir vakillar o'maki bo'lib Beijingni ziyorat qilgan edi. Endi bu yil ham yana shundaq vakillar o'maki bo'lib tashkillab Jongoni ziyorat qiladi. Lekin gap nimada? 4-oyning 2-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden telefon orqali rais Xi Jinping bilan suhbatlashdi. Mavzular intayin keng 1 soat, 2 soatga yaqin vaqt suhbatlashdi. Shundan keyin 4-oyning 4-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Janet Yellen xonim Beijingga ziyorat keldi. To'g'ri 8 kungacha. Amerika amaldorlarining tarixida ikkinchi bir davlatga masalan raqobatlashayotgan bir davlatga ziyoratga berib, bunda 7 kun, 8 kun ziyorat qildi degan gap. Shaxsan men anglamagan edim, vatandoshim. Shaxsan men buni anglamagan edim. Shu yig'inda, shu ziyorat jarayonida biz nima dedik? Savdo, tijorat dedik. Albatta savdo, tijorat. Chunki Janet xonim moliya ministri, uning ustiga Janet xonim andin o'ttirib qo'ygan masala Jongoda eng muhim masala navbatdagi eşindi mahsulotlar masalasi. Mesela eşindi mahsulotlar masalasi sen davlatning o'zining ishi. Buni qandoq bir taraf qilish o'zining ishi. Agar sening eşindi mahsulotlaring 3-bir davlatga, 4-bir davlatga yoki 1-bir rayonga eksport bilan chiqib keladigan bo'lsa, bu mahsulotlar u vaqtida bu sening ishing bo'lmay qoladi.
Şuna Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Janet Hanım bunu Janet Yellen Hanım bunu o'tirib qo'y. Onundan başka en mühimi nima? Agar Jungo sen Rossiyaga mushu tarzda, mushu shaklda yordam beradigan bo'lsang, Ukraina urushini chiqish qilib, meni yordam beradigan bo'lsang, Amerika qo'lini qo'yishtirib, qarab o'ltiradigan davlat emas. Gördünüz mü? İktisat sahası, pul muamele sahası. Maliye Ministeri Janet Yellen Hanım Beijing'de hem siyaset sahası. Çünkü bu işin işi var. Sen Rusya'ya bu tarikada yardım beradigan bolsan Amerika Qo'shma Shtatlari qo'lini qo'yishtirib qarab o'tiradigan davlat emas. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hukumatining yuqori darajalik amaldori, maliye amaldori Janet Yellen Hanım hem iktisat sahasında rol oynadı bu kıtım, hem siyaset sahasında rol oynadı bu kıtım. Yana qandaq mazmunlar bor, o sizga bizga nama'lum. Qiziq yeri shu kenki vatandosh. Qaysi taraf 8. kuni Moliya ministri Amerika Qo'shma Shtatlari Janet Yellen Hanım Amerika qaytadigan shundaq bir paytda turganda tuyuqsiz Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Beijing'de paydo bo'ldi. Alamat ko'rinish diplomatiyada alamat ko'rinish vatandosh. Shuningdek biz tuniga nimdiq bir jumla qistirib o'tdik. Sizga keyin vaqt esa qarab chiqamiz. Buning yana qayta bu mazmunga nima dedik? Rossiya matbuotlari shuningdek keyin tilga olib, Jungo bilan Rossiya Federatsiyasi Yevroosiyo bexatarligi masalasi to'g'risida suhbatlashdi dedi. Lekin Jungo taraf buni bir og'izmi, bir jumlami yoki bir bo'g'immi og'iz qolmadi. Matbuotlarda yo'q. Rossiya matbuotlari shunday e'lon qildi. Men dedim tahlil qilib, Jungo tarafning Yevropa bilan nima ishi bo'lsa da tijorat ishi bor. Siyaset işleri bile Avrupa'ya taxıya kirib kelaylik, Avrupa işleriga aralashdik, Avrupa işlerini belgilab bunu degidek dercege Jungo Kompartiyasi yeterligini yok. Dünyada undaq Avrupa yok. Jungo Kompartiyasi gap qiladigan Avrupa yok dünyada vatandaş. Nemişka hazır bu meseleni Lavrov efendi Yevroasiyo bexatarligi Jungo ve Rossiya ikisi birleşip degan gapni qo'shdi buningga. Uning ichidagi o'yinni, uning ichidagi mantiqiy mavzuni men sizga aytib berdim o'tganda so'zlaganda vatandosh. Bugun jim turib turay. Endi mushundaq ko'rinishlar 4-ayning 8-chi, 3-chi, 2-chi kunlari yuz berdi. Bugun 4-ayning 15-chi kuni kelganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okeani va Sharq Osiyo ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi Kritenberg o'tgan yili Jungoni ziyorat qilgan yordamchi davlat ishlar kotibi Kritenberg 14-kundan 16-kunigacha Beijingni ziyorat qildi. Qaysi vaqt ekan? Prezident Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 4-ayning 2-kun telefonda so'zlashib bo'lgandan keyin. Undan keyin Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida, Filipinning prezidenti Marcos, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden yuqori darajaliklar suhbati. Masalan 9-kuni Fumio Kishida Washingtonga keldi. 10-kuni, 11-kuni davlat majlisida doklad berdi. O doklad sal chaqchaq shaklda eliq siyoset e'lon qilinib bo'ldi 10-kuni shundami? Birlashma bayonot e'lon qilinib bo'ldi. Endi yana kirib davlat majlisiga doklad berganda yana siyoset gapirishning o'rni yo'q ekan. Biz buni ortiq talab qo'yib to'qib mumkin emas ekan. Faqat bu qatim davlat majlisi kirdi, Fumio Kishida chaqchaq bilan. Davlat majlisi a'zolariga chaqchaq qilib, davlat majlisi a'zolari bu Fumio Kishidaga chaqchaq qilib, mashundaq so'zlab chiqdi. Lekin
ko'rishdi. Davlat Majlisi Birlashmiş yig'ini doklad berdi. Mushu voqealar tugagandan keyin bugun Davlat Mahkamasining muavin yoki yordamchi davlat ishlar kotibi Kritin Brink Beijingga ketyapti. Beijingga ziyoratga ketyapti. Endi hozir birinchi mavzu chunki Amerika o'tirisidagi ba'da keldi munosabatlarni saqlashda ching turish. Biz buni sizlarga qayta so'zlab keldik bu tema, bu mavzu 2023-yil 4-oyning 1-kuni navbatga Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining muavin davlat ishlar kotibi ismini unutib qoldim, kechiringlar vatandoshlar. Kritenbergdan boshqa muavin davlat ishlar kotibi og'zimni ochilib yangidan tayinlandi. Men bek yaxshi ko'radim bu odamni, Kurt Campbell, kechiringlar. Kurt Campbell nima degan, o'tgan yil 4-oyning 1-kuni biz saqlab qolaylik, aloqa munosabatlarni saqlab qolaylik, harbiy aloqa munosabatlarni saqlab qolaylik, jamiyat va shundoqla biz tasodifiy ishlar taqobil turadigan tilpin aloqasi o'rnataylik. Bugun Kritenberg, ya'ni shuni birinchi mavzu qilib Beijingga ketyapti vatandoshlar. Bu mavzularimiz tugadi, endi davomini anglang. Endi davomi yana manzaqamda davomi bu munosabatlar endi Osiyo Jungo ishlari bu yoqda qoldi. Endi ikkinchisi Isroiliya Iranning 320 qatimli hujumini muvaffaqiyatli holda to'sdiq va chekindirdik degan ma'noda fikr ko'rsatdi vatandosh. Bu xabar 4-oyning 15-kuni Amerika ovozning Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Washington İsrail'e bugün mundaq ko'rsatdi. İran 320 dana raketa o'q beshi qo'yib berdi. Qattiq hujum qildi. Lekin İsrail'e ve Amerika qatorli qo'llovchi davlatlarning raketadan qo'g'dinish sistemasi İranning raketa hujumini 99% muvaffaqiyat bilan to'sib qoldi. İsrailiya Devlet Müdafaa Armiyasi bayonotchisi Peter Lenner mundaq ko'rsatdi CNN'ga. O'zining e'lonining hujumi, ya'ni İranning hujumi mag'lub bo'ldi. Jiddiy vaziyat oldida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Mavzuli xabar 4-oyning 15-kuni Tayvan Markaziy agentligi tarafidan e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika CNN televiziyasi 14-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden İsrailiya vazir Netanyahu mundaq dedi. Amerika İsrailiyaning Iran qaratgan har qanday harakatiga qatnashmaydi. CNN ve Wall gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika amaldorlarining ko'rsatishicha prezident Joe Biden tunugun kashda Netanyahu bilan telefonda so'zlashib mundaq ko'rsatdi. Biz İsrailiyaning Ironga qaratgan harakatiga qatnashmaymiz. Lekin İsrailiyani baştan ahir qo'llaymiz. Asaray Bexatarlik komiteti bayonotchisi John Kirby mundaq ko'rsatdi. Amerika İsrailiyaning o'zini qo'g'dishiga hamkorlashadi. Lekin Iran bilan İsrailiya o'rtasida urush portlashni xohlamaydi. Bugungi vaziyatimiz, bugungi muhokamamiz sizlarga ana shunday so'zildi, hurmatli vatandosh. Bunun ichidagi 3 nuqta Amerika Qo'shma Shtatlari Sharqiy Osiyo va Tinch okean ishlari bo'yicha muavin yoki yordamchi davlat ishlar kotibi Kritenbergning Beijingni ziyorat qilishi.
İkincisi, Min Civcivin Efendi'nin Asiyanın vaziyeti doğrusunda gibi ve bulup mu? Yuma Çin'nin eğer Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanning mustaqil o'rnini e'tirof qiladigan bo'lsa, vaqt dal hozirgi vaqtdir deganligi vatandosh. Bu ikki masala bugungi vaziyetimiz sizlarga topshiradigan muhokama mazmunlarimiz vatandosh.